Salom hammaga, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Yana sizlar bilan Vardengamer. Bugun nima qilamiz? Bugun vijvaniya qilamiz. Hozir любой setga kiramizda vijvaniya qilamiz. Boshladik. Mana biz o'rmonda tug'ildik, yonimizda dasht, tekislik bor ekan. Hozir boshlaymiz. Srazu video qilamiz kerak. Videolarda nima deyapti? Anchadan beri video qilmadim. Shuning uchun katta tarafdan maxsus problema bo'ladi katta taraf. Lekin oq taraflar yaxshi taraflar. Bitta qilgandan ikki stak ko'raman. Oq taraflar saqlab qo'yamiz. Kelajakda ishlatamiz. Hozir birinchi o'rinda biz bitta kirka qilsa bo'ladi, daraxtli kirkadan. Bitta qilsa bo'ladi. Qolgani kerak emas. Tezda qilib ketdik. Boshlaymiz. Mana qarish boshda qiyin bo'ladi buni, chunki daraxtligi vaqt qiyin, tez bo'lmaydi. Toshlik o'tkazib olamiz. Qani bersak, mana ekan. Hop, mana tikirka, qilich. Bo'lgan kirkada biroz qaziymiz va o'zimizga chayla qurishni boshlaymiz. Chayla. Mana anchadan beri video chiqarmadim, chunki uyda ishlarim chiqib qoldi. Mazza qilib dam olib vijvaniya qilamiz bugun. Bu dunyoga yoqmagan tarafi bu daraxtli joyda tushib qo'yganim. Keyin tug'ilgani yana daraxtli joylarda paydo bo'laman-da. Agar yotoqqa bosib qo'ymasam agar. Mana bo'ldi. Endi mana qilamiz lapatga. Cho'kib turib boltani bosamiz. Bolta. Vaqt ketishi vahshiy yomon ko'raman. Nimaga doim 14 minut, 15 minut video chiqarasizlar deyishadi. Kommentariyalarda. Nimaga deganda, hozir boshlanishiga 14 minut, 15 minutlikdan oshirsam video tasdiqlanmaydi. Shuning uchun vaqt ketishini yomon ko'raman. Tezda qurib tashlash kerak. Mana endi sal tekisli joylar turib, hozir lapatga yasab qo'yganman. Lapatga hozir hayvonlar ko'rgan bo'ldi. Oziq-ovqat manbai. Cho'chqa go'shtini yaxshi ko'raman, shu qiynalganman hozir. Mana tezda lapatga choparish kerak. Paydo bo'ldi. Agar sizga uzoq ko'p 10 ta like to'plab bersanglar, sizda vijvaniya degan olaman yoki cho'lda vijvaniya degan olaman. Shunaqa cho'lda vijvaniya degan olaman. Juda qiyin,
arkadaşlar. Aslında köylü yok ki kız. İşte güzel diyorlar bana. Nasıl göster. Kız yemiyorlar. Soğuk, soğuk, hayvanlardan tanıyor. Bunu oynuyoruz. İşte. Vafsın. Bu dikte kalsın. Ölüp gittim sonra. Yani. Yığı olduk. Şimdi biz çaylarını boshlaymiz. Çaylar. Masalan sizlarga tavsiya beraman. Birinchi kirganda uy qurganda çaylar quringlar. Keyin o'zingizlarga yoqqan joyga topasizlarda. Mana 1 2 3 4 5 6 mana buzib tashlaymiz. Buzib tashlaymiz. Vay, nimani yasadim? Yasashga hech narsa yo'q. Xo'p. Anaqilamizda eshik bo'ladi, bu yerda hozir eshik yasaymiz. Hop, mana tamam qo'laylik. Hop, eshik endi eshik. Qo'ydik. Uyimiz tayyor. Endi mashinalarni qo'yib turib, sразу nimaga ketamiz? Hop, bo'ldi. Erta pechka qo'yamiz-da, o'rtoqlarga ketamiz. Chunki o'rtoqlarimizda uxlash bo'ladi kech payt. Kech payt yurimiz bo'ladi. Yaxshi. Ket. Ana 7 minutga bitiryapman. Bir kunga ham 3 minut qoldi yashiga. Mana bo'ldi. Hop, endi yotoq qilamiz. Sandiq qilamiz. Sandiqga qo'yamiz. Bo'ldi. Endi yotoq qilamiz. Bo'ldi, tamom qo'ygan. Ovqatlanib olaylik. Qiyinda shuni ko'chirish. Mana bo'ldi. Bo'lyapti. Endi ovqat izlagan ketdik. Tamom. Chopamiz endi ovqat izlagan. Ovqat izlagan chopamiz. Asosan mana shu yotoqqa qo'yib bering menga. Xolos. Chiroyliklarni ham ayol yurganda janob mumkin. Ovqat yeyotganingizda ko'proq janob qo'yadi. Ovqat yeysan ketayotganda ko'proq janob qo'yadi. Aslida birinchi bo'lib oyoq kiyimni bo'lib qo'yam hal. Yuzlarni ham to'liq tugatyapti. Tamam. Qornim ochdi. Uyda pishirib olsak tamomda keyin.
Уже kecham bo'ldi. 5-6 bo'lyapti. Uyga kiramiz, uxlaymiz. Tugadi bugungi kun. Hop. Sandiqda narsa bor edi. Hop. Bitta yotoq qilamiz. Keyin cho'p turib maytga qo'yamiz. Maytga ovqat qo'yamiz. Yana bitta pechka qilamiz. Mana hozir nimaga buni qilyapman desangiz, men fakel qilishim kerak. Fakel qanaqa yasalardi? Mana. Hop, boshlaymiz. Bugungi kun tugayapti. O'lib ketasan bo'ldi. Mana ish tugayapti. Mana bo'ldi. Mana. Voy. Bunam tez o'tdi. Bunam. Narsalarni solib qo'y. Moldan tuzuk quruq narsa chiqmadi. Hop. Ovqat yeyolamiz. Bo'pti bolalar, hammaga xayr. Bugungi kun tez o'tdi. Vijvani ham zo'r bitirdik. Hammaga omad. Keyin kanalga, videoimga podpiska bosing. Kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Hammaga xayr, hammaga omad. Ishlaringizga omad.